29-bob Babul hinna, xina qo'yish haqida. 3502-hadis. Salma Ummu Rafi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mavlolari aytadilar: "Kana la yusibu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qarhatun va la shawkatun illa wada alayhi al-hinna." Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qanday yara chiqsa, ya'ni yara bo'lsa bir joylari yoki bir tikan kirsa, albatta o'sha yerga hina qo'yar ekanlar. Demak, shunchaki zinat uchun emas, davolanish uchun ham foydalaniladi xurma, xina. Xurma debman, xina. Va yaralarga qo'yilishligi yoki tikan kirganda o'sha zada bo'ladi-ku, tikan kirgan joyi mikrob tushadi endi. Shunaqangi mikroblarni o'ldirish uchun xinadan foydalanish joiz. Endi hozirgi zamonda spirt sepgandek-da bu xuddiki yaraga yoki bir shunaqangi bir tikan kirsa o'rniga spirt sepib qo'yilinadi-ku. Mikrob tushmasligi uchun. Xuddi shuni xinadan foydalanilgan. 30-bob Babu abvalil ibli, tuyaning bavullari haqida. Mana ateistlar kelib musulmonlardagi shu hadislarni bilib olgan kishi bo'lib ustidan kulib o'tiradi-da haligi. Josiya surasini tafsirida ham aytdik-ku. Ida alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa. Bitta oyatda hadisni bilib olgan kishi bo'lib olib ustidan kulib o'tiradi degan. Ko'pincha mana nimani tuyani bavulini ichishligini ustidan kulishadi ular. Aslida esa dorilarni qarasangiz nimalardan yasalmayapti deysiz o'zi. Hammasi pokiza narsadan yasalyapti dorilar. Ilonni zahri qolmaydi, chayonni zahri qolmaydi. Nimadan bo'lsa olinyapti dori-darmon. Nima endi tuyani bavulidan dori-darmon olinsa, nima zarari bor uni? 3503-hadis. Anas radhiyallohu anhu aytadilar: Urayna qabilasidan bir kishilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keldilar. Madinani havosini yoqtirmasdan kasal bo'lib qoldilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Law kharajtum ila zawdin lana fasharibtum min albaniha va abwaliha fafa'alu." Bizni tuyalarimiz bor edi sahroda, o'tlab yotgan bo'lgan cho'ponlar bilan. Shularga chiqsanglarda, ularni bavulidan, sutidan va bavulidan ichsanglar deganlar. Ular shunday qilishgan. Keyin qissan davom ma'lum. Tuzalgan kishi bo'lib cho'ponlarni o'ldirib, tuyalarni yetalib ketib qolishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni ushlatib kelib o'ldiradilar. Endi hozir bizga tegishli joyi mana tuyani bavulidan va sutidan ichishga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyuryaptilar ularni. Bular qorni ishib ketadigan kasal bo'lgan. Ichaklari kasal bo'lgan ularni. O'sha ichaklariga foyda bo'lgani uchun shuni buyurganlar, tuyani suti bilan bavulini ichishlikni. Bu issiq diyoridagi jonivor tuya, o'zi issiq hayvon, bavuli o'ta issiq bo'ladi, suti ham xuddi shunday. Ichkaridagi ichaklar shunaqangi bir shamollashliklar daf qiladi. Shuning uchun ham mana shuni ichishga buyurganlar. Endi sut bilan bavulni aralashtirib ichishga buyurganlar. Bitta o'zini emas bavulni. Keyin yana o'shani oldiga chiqib ichinglar deyaptilar, qarang. Shuning uchun ham bu o'sha imkon qadar borib ichish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida imkon bor edi-ku. Madinani tashqarisiga shunday bitta odam chiqib kelsa-da, borib olib kelsa tuyani bavuli bilan sutini. Achib qolmasdi, yarim kun, bir 5 soat, 6 soatda shunday qaytarib olib kelsa bo'lardi Madinaga. Lekin demak issiq ichish kerak. O'sha sutini sog'ilgan zahoti va bavulini ham tushgan zahoti tez ichish kerak. Shuning uchun ham hozirgi zamonda mana ko'pchilik muzlatib olib keladi arab diyorlaridan bavuli bilan sutni aralashtirib, bu unaqangi foydasi bo'lmaydi buni. Hamma foydasi o'lib ketadi muzlatganda. Uni imkon qadar o'sha borib ichish kerak. Misrga borsangiz, qishloqlarda xos shunaqa sharoitlar qilib qo'yishgan tuya boqarlar bavuli bilan sutini aralashtirib beradi. Endi najosat emasmi bu degan savol tug'iladi. Shundan olganlar mana Maliki mazhabida va boshqa ko'p ulamolar aslida nafaqat tuyani, har qanaqangi go'shtni yeydigan jonivorlarning bavuli najosat emas. Bizning Hanafiy mazhabda yengil najosat deyiladi, lekin aslida najosat emas bu. Chunki ichishga ruxsat berganlar. Kimda aytish mumkinki, ha najosat bo'lsa ham zarurat uchun, davolanish uchun ichishga ruxsat bergan desa, biz unga javob qilib aytamizki, agar najosat bo'lganda aroqqa o'xshab umuman unga davolanishga ruxsat berilmasdi. Harom bo'lardi. Harom narsadan shifo yo'q dedilar-ku. Zarurat uchun deb aroqqa ruxsat bermadilar-ku. Xuddi shunga o'xshash najosat bo'lganda tuyani bavli ham zarurat uchun deb ruxsat berilmasdi. Najosat emaski, uni davo deyildi.
Chunki rostda o'zi nima najas bo'lsin, o't yeydi bor yo'q tuya. Suv ichadi. Nima najas bo'ladi uni? Go'sht bo'lsa ekan, go'sht yesa ekan u go'sht najasga aylantirib sasitadi narsani, ya'ni. Shuning uchun mana qarang, haligi sut emishdan boshqa ovqat yemaydigan o'g'il bolani bavli ham najosat emas deyildi-ku. Bor yo'q suv sepib qo'yishga buyurildi. Chunki hali u faqat sut ichadi, boshqa hech narsa yemaydi u. 31-bob. Babun yaqa'u zubabu fil ina. Idishga pashsha tushsa nima qilish kerak? Bu ham yuqorida aytganimizdek, bugungi kunda ateistlar kulib yurgan narsalardan. Hadisdan kelgan emish, pashsha tushsa ikkinchi qavatdan botirib olib keyin so'rib otib olar ekansan deb dinni ustidan kulib yurishibdi. Asli tabobat isbotlab qo'ygan bugungi kunda. O'sha pashshalar ham dard manbasi bo'lsa, o'ziga yarasha davo manbasi u. Bitta qanotida dard bor, ikkinchisida shifo bor. Biri-birini kesadi u. O'zi misol uchun bir mantiqdan olib qaraganingizda, pashsha mikrob manbai deymiz, to'g'rimi? Ha. Mikrob manbai, hech kim uni inkor qilmaydi. O'zi qanday yuribdi u mikrob manbai bo'lsa? Mikrobga aylanib o'lib qolmay. Chunki aytadiki, ha, o'zini chunki immunitet bor, uni o'sha mikroblarga qarshi kurashadigan deydi. Ana tan olding. Demak, mikrob manbai bo'lgani bilan o'z navbatida nima manbai ekan? Davo manbai ekan o'sha mikrobga qarshi. Virusi bo'lsa, yonida o'sha o'zini himoya qilayotgan antivirusi ham bor uni. Shuning uchun o'ziga o'qirmaydi, ko'tarib yuraveradi mikrobni. Agar bir o'tirib turib ketmoqchi bo'lsa pashsha, o'sha virusinigina tushirgan bo'ladi. Sen endi butunligicha botirib olsang uni, antivirusini ham tushirgan bo'lasan ovqat ichiga. Ayni tushgan joyiga. Qarabsanki, keyin mikroblar o'ladi. Nimasi kulgili buni? U aql ishlamaganda shunaqa bo'ladi. 3504-hadis Abu Said al-Hudriydan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Fi ahadi janahi zubabi summun wa fil akhari shifa'un. Fa idza waqa'a fi at-ta'ami famquluhu fihi, fa innahu yuqaddimu summa wa yu'akhiru shifa'a." Pashshaning ikki qanotining birida zahar bor, boshqasida shifo bor. Mana o'sha hozir mikrob, antivirus degan narsalarimizda zahar va shifo deb ishlatilgan endi hadisda. Bir qanotida shifo bor, bir qanotida zahar bor debdilar. Agar taomga tushsa uni botirib olinglar o'sha taomga. Pashshani ya'ni. Nega? Chunki pashsha tushganda zahar bor joyini tushirar ekan. Va shifo bor joyini esa ko'tarar ekan, qoldirar ekan. Ya'ni yiqilyapti-ku ovqatga. Tabiiyki o'zini himoya qilish uchun zahrini uradi ovqatga. Endi zahrini urgan paytida zahri tushgandan keyin agar uni siz shundayligicha olib tashlasangiz, faqatgina zahri tushib qoladi ovqatga. Endi boshqa joyini ham botirib olsangiz, zahriga qo'shilib, u tushirmagan joyi, ya'ni o'sha shifo tarafi ham botilinadi. Misol uchun, arini ushlasangiz, birdan qayrini sizga bosishga harakat qiladi, orqasini, dumini birdaniga sizga taradi, to'g'rimi? Nima uchun? Chunki dumida zahri bor. Chayonni ushlasangiz ham xuddi shunday birdan dumini sizga qaratadi. Ilonni ushlasangiz birdan jag'ini sizga qaratadi. Mana shundan ko'ryapsizki, hayvonotlar, hasharotlar birdaniga o'sha zahar tarafini o'ziga xatar deb o'ylayotgan tarafga qaratishga harakat qiladi. Pashsha ham xuddi shunday. Ovqatga, ichimlikka tushsa, o'ziga hujum bo'lyapti deb o'ylaydi-da, birdaniga o'sha zahar tarafini chiqarishga harakat qiladi. Yani shunda siz uni kallasini ham bosib qo'yasiz. Shifo tarafini ham, ya'ni. Mana mushuklarni qarang. Aylantirib o'tirasangiz ham oyog'i bilan tushadi yerga. Alloh shunaqa qilib yaratib qo'ygan, ya'ni o'ziga manfaatli tarafini tushirishga harakat qiladi. Oyog'i bilan o'tirasangiz ham oyog'i bilan tushadi, kallasi bilan o'tirasangiz ham oyog'i bilan tushadi. Beli bilan tashlasangiz ham oyog'i bilan tushadi mushuklar yerga. Pashsha ham ana shunaqada, hadisda shuni aytilyapti. Har qachon tushsa, birdaniga avtomatik ravishda o'z-o'zidan zaharlik tarafini o'sha himoya qilib pastga qaratishga harakat qiladi u. Shuning uchun uni kallasi bilan botirib o'tiraverasiz keyin. Endi kimdir aytadi, ovqat to'kib ko'rsa bo'lmaydimi deydi, isrofda. Ovqat to'kib ko'rsa. 3505-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Idza waqa'a dhubabu fi sharabikum falyaghmishu fihi, thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janayhi da wa fil akhari shifa." Agar pashsha tushsa,
ichimliklaringga uni botirib olsin. So'ngra uni otib olsin. Chunki bir qanotida dard bor, boshqasida shifo.